Assalomu alaykum do'stlar, hamma yaxshimi? Sizlarga bugun bitta yangi sayt topib qo'ydim. Xudo xolasa shu saytni sizlar bilan ko'rib chiqamiz hozir. Sayt manzili har doimgidek video opsiyasida bo'ladi yoki bo'lmasa Telegram kanalimizda bo'ladi jigarlar. Mana shu sayt do'stlar, xohlasak programmasini sketch qilib olishimiz mumkin. Mana bu продолжение degan yozuv ustiga bossak, bizda mana bunaqa narsalar chiqadi. Xohlasak Android, xohlasak balobattar kim qanday ma'qul bo'lsa sketch qilib olishlaringiz mumkin. Men sketch qildim, nimagadir ishlamadi. Просто tak saytini ishlasak ham bo'ladi ekan. Shuning uchun men hozir просто saytiga kirib olamiz do'stlar. Запустить продолжениеni bossak, bizda saytga olib kiradi. Tak, xo'sh. Nima deyapti? Mana bunaqa narsa chiqadi. Albatta biz birinchi navbatda registratsiya degan yozuv ustiga bosamiz va bizda ro'yxatdan o'tish istoriyasi chiqadi. Tak, что bu joyga biz ro'yxatdan o'tdim. Endi boshqatdan sizlarga ro'yxatdan o'tib ko'rsatishim kerak. Shuning uchun ismingizni yoki bo'lmasa birorta so'z yozsangiz ham bo'laveradi do'stlar. Nima bo'lsa ham shu yozib turib, undan keyin nima bir ikkita son qo'shasiz, albatta qabul qiladi. Ikkinchisiga parol yozish kerak. Parol qanaqa bo'ladi? Oson. Harflar bilan sonlarni aralashtirib 8 tadan yozamiz, bo'ldi do'stlar. Hozir men yozib chiqaman. Bo'ldi do'stlar, mana men ikkita parol yozdim bir xil. Undan keyin referalni kodni yozdim. Referalni kodni men yozib qoldiraman kommentariyaga yoki bo'lmasa opsiyaniga. O'shani yozasizlar. Keyin esa mana bu ya согласен degan nimani bosib turib, keyin registratsiya degan yozuv ustiga bosishimiz kerak. Va biz ro'yxatdan o'tdik pashti. Ro'yxatdan o'tganimizdan keyin mana bunaqa narsa chiqadi ekan do'stlar. Ya'ni Google autentifikatsiyani ulayapti. Ya'ni защита uchun do'stlar. Bizda akkauntimizda hech kim urib, buzib kira olmasligi uchun do'stlar bu narsa. Sirazi привязать qilish kerak ekan, ya'ni sirazi ulashimiz kerak ekan. Sirazi ulamasak bo'lmaydi do'stlar. Mana ko'rib turganingizdek, mana shu programma sizlarda yo'q bo'lsa, mana bu sketchat degan yozuv ustiga bosib sketchat qo'ysalaringiz bo'ladi. Agar sizlarda bor bo'lsa, просто tak daleni bosamiz do'stlar. Menda bor, shuning uchun daleni bosdim. Daleni bosganimdan keyin bu yerda mana bunaqa приветный ключ chiqadi. O'shani kopirot qilib olamiz do'stlar. Mana eng chekkasiga bossak kopirot bo'ladi. Keyin chiqamiz va mana bu programmamizga kiramiz do'stlar. Endi kirganimizda mana plusni bosamiz do'stlar. Plusni bosamiz va skanerovat kod yoki bo'lmasa nima chiqadi. Hozir kopirot qilib olgan narsani terdik-da, вывести ключ deyapti. Вывести ключ. Nazivaniyya deyapti. Nazivaniyyaga hozirgi saytni nomini yozishimiz kerak do'stlar. Saytni nomini. Saytni nomi. Tak. Saytni nomiga hozir Nova deymiz. Nova deb qo'ysak ham bo'ladi. Saytni nomini yozamiz. Просто tak. Nova. Nova X al deymiz. Sayt nomini yozamiz. Ключ degan joyiga hozirgi kopirot qilib olgan narsamizni shunday joylashtiramiz. Tamom. Добавitni bosamiz. Bizda nimamiz добавit bo'ldi. Google autentifikatsiyaga eng pastiga tushsak, mana e'tibor beringlar, eng pastida Nova Alex. Bu yerda parollar o'zgarib turadi do'stlar. O'sha parolni yozishimiz kerak. 970 870. Shunda chiqamiz, shunda kiramiz. Mana bu yerga 970 870 midi? Tak, bosdik mana. Endi отправitni bosamiz. Tak, bo'ldi. Yugurib kirib ketish kerak hozir saytga. Qachon saytga mana kirdi do'stlar? Qachon saytga kirmoqchi bo'lsak, o'sha Google autentifikatsiyadan kodni terib kirishimizga to'g'ri keladi do'stlar. Shularga e'tibor beramiz. Ulashni ham o'rganib oldilaringiz, juda ham oson ulash. Google autentifikatsiyani ulash juda ham oson. Любой saytda o'sha Google autentifikatsiyaga ulab qo'ysalaringiz, hech kim akkauntlaringizni buzib kira olmaydi aytib qo'yadi do'stlar. O'shani ulab qo'yish kerak. Tak, shu saytga kirganimizda birinchi mana bunaqa narsalar chiqadi do'stlar. Keyin tak, bu yerda nima qilishimiz mumkin? Birinchi navbatda do'stlar, mana bu glavni bo'limga o'tamiz. Glavni bo'limga o'tsak, bu yerda bizga referalni kodni terib kirganimiz uchun bizga 1000 ta token bergan. Endi bu 1000 ta token qachon ishga tushadi, qachon pul bo'ladi bilmayman, lekin bu yerda boshqacha pul ishlash yo'llari bor do'stlar. Ya'ni tak что do'stlar, bir ishlab ko'rmoqchiman, o'xshasa o'xshadi, o'xshamasa yo'q-da do'stlar. Bunaqa saytlar ko'p o'xshamaydi, lekin bitta yarimtasi o'xshab qolsa, boshida yangiligida ishlab qolish kerak, keyin esa chiqib ketish kerak do'stlar. Короче, birinchi depozit bor, mana depozit qilsak bo'ladi dollarda USD. Keyin esa vivod bor, pul chiqaramiz USD. Xo'p. Eng uchinchisi mana
trading deb qo'yibdi. Bu trading degan joyga kirsak, bu yerda mana bir kunlik nimalar borda endi, ya'ni bir kunda pulimizni qanchadir foizga ko'paytirib beradi masalan. Bir kunda dollar depozitsa mana $20 mana $20 ekan minimalga kam ekan. Bir kunda 219% ga ko'paytirib beradi ekan do'stlar. Keyin bu yerda bir haftaliklari bor do'stlar. E'tibor bersalaringiz, bir haftaligi bor. Mana stabilni deb qo'yibdi. Bu yerda bir haftada pulimizni 312% gacha ko'paytirib beradi ekan do'stlar. Xuddi shunaqa joylari bor. O'zingizlar ko'rib chiqasizlar. 30 kunlik, 15 kunlik, 30 kunliklarigacha bor do'stlar. Bu juda ham zo'r imkoniyat, lekin albatta do'stlar hali sinovdan o'tgan yo'q. Oldin tekshirib nima qilishimiz kerak do'stlar. Xo'p, keyin yana qayerga? Masalan, obzor, ikkinchi bo'lim. Obzor degan joyga kirsalaringiz, bu yerda albatta e'tibor beringizlar. Hamma narsa bor. Ya'ni Twitterlarga obuna bo'lsak, 1000 ta token beradi ekan yana. Telegram kanallariga obuna bo'lsak, yana 1000 ta token beradi. YouTube'ga obuna bo'lsak, yana men hozir Telegramlariga obuna bo'lib ko'rsataman va bizga 1000 ta token berish kerak albatta. Tak bo'ling. Mana bizni Telegram kanallariga o'tkazdi. Tak. Bu men obuna bo'lgan ekanman do'stlar. Qaytib chiqamiz. Obuna bo'ldim men. Tak, obunalarni qilsak bizga 1000 ta berish kerak edi do'stlar. Ha, berdi mana do'stlar. E'tibor beringizlar, 11000 ta bo'ldi. 11000 ta bo'ldi jigarlar, ko'rib turganinglardek. Xo'p, endi bu yerda nima qilsak endi? Bo'ldi do'stlar, juda ham oson. Menimcha hammasi tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Qo'li faqat depozit qilish kerak ekan, shu kunlikda nima qilishda o'ynash kerak ekan. Tamom. Mana order degan joyga o'tsak, bu yerda pul depozit qilgan nimalarimiz, istoriyamiz tursa kerak. Так что moy degan joyga kiramiz keyin. Bu yerda e'tibor beringizlar. Пригласить друзей. Masalan, nima bor ekan? Mana referalni kod degan joyga mana shu referalni kodni yozsalaringiz ham bo'laveradi mana. Xuddi shuni yozsalaringiz albatta sizlarga beradi. Tak, token beradi do'stlar. Xo'p, komanda sistema. Bu yerda 3 bo'limli nima bor ekan do'stlar? 3 talikdan iborat ekan referal sistemasi, juda ham zo'r ekan. Shularni ko'rib chiqasizlar. Tak, menimcha juda ham oddiy, juda ham tushunarli deb o'ylayman do'stlar. Kimda kim ishlab ko'rmoqchi bo'lsa, albatta gazini bosingizlar. Hammaga omad do'stlar. Bir gazni bosib ko'ramiz, o'xshasa o'xshadi deydi jigarlar. Sayt manzili har doimgidek opsiyada yoki bo'lmasa shu Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Kimga kerak bo'lsa gazni bosingizlar. Hammaga omad do'stlar. Kanalga obuna bo'lsangiz hech chiqmasin. Sizlarga yangi videoroliklar bo'lsa albatta chiqarib turamiz. Hammaga omad do'stlar.